Hammaga assalomu alaykum. iMine natijalarini bir ko'rib chiqamiz. Kirganimga hop, qachon boshlandim? Birinchi income 25-oktyabrda bo'ldi. Bugun 10-oktyabr. Ya'ni yarim oy bo'ldi. Mana har kun soat 12:00 da to'lovlar amalga oshiradi. Hozir $220, $221 ko'rsatyapti. Bir payt $240 ko'rsatgan, ammo Bitcoin tushgan sababiga hozir men 221 ko'rsatyapti. Sababi u Bitcoinni to'laydi. Bizani cloud mining. Xo'p, biz qaysi loyihani, qaysi korxonani hozir ko'rib chiqyapmiz? iMine bu bulutli mining, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan data center, yirik data centerda man terahash sotib oldim. 52 terahash. Mana 0.036 dan USDT per kilowatt va 52 terahash sotib oldim. Shuni evaziga menga bitcoinlarni to'laydi. iMine bo'yicha katta video qilganman. Qayerda joylashgan, rahbar direktori kim va hokazo batafsil ma'lumotlar mavjud. Ammo hozir meni qiziqtirayotgan joyi bu shuni sложный foizga, qiyin foizga yo'lga qo'yish, ya'ni sложный процент ruschasiga bo'ladi. Shuning uchun hozir mana qo'shimcha paket olaman, menimcha, ya'ni 7 kundan keyin 250 paket olaman. Yana 15,5 terahash. Undan keyin navbatdagi paket уже 22 kunda emas, balki почти qancha 14 kunda bo'ladi. Keyin yana bitta paket olaman. Undan keyin уже 11 kunda bo'ladi navbatdagi paket va hokazo ko'paytiraman. So'nggi maqsadim hozir qancha? My packages 52 terahash bo'lsa, reja bo'yicha men 1000 terahash qo'ymoqchiman, ya'ni 1 petahash. Va 1 petahash bilan bir bitcoin yig'ishga qarab yo'l olaman. iMine bo'yicha ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, bu bulutli mining, ya'ni siz terahash sotib olasiz, ular T21 uskunalarni qo'yadi va o'sha uskunalar sizni hamyoningizga ishlaydi. Bitcoin qazib turadi. Bitcoin qazib olamiz. Batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, albatta meni kanalimga o'tib, bulutli mining iMine videoni ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu navbatdagi nima desam bo'ladi, отчетный video, dashbord bo'yicha qancha bo'ldi va men olgan paket orqali qancha summa miqdorda yig'ildi. Shu